O, qizigandan qizib bormoqda azizlar. Pizzaga ananas qo'shilish kerakmi deyapti. Ananas bu meva. Pizzaga meva qo'shib bo'lmaydi. Yo'q. Yo'q. Oson savol bu, yo'q. Qoch, ron deydi. Yuguryapman-ku. Qoch! Nima qo'shilish kerak ekan? Qoch. Voy, oplayni. Voy, o'laynim gura. Voy, ey. Pizzaga ananas qo'shilmash kerak degan tillarim kuysin ha. Qo'shilish kerak. Savollarda tinchlik yo'q dedi. Sezdim. Pizzaga qo'shilish kerak ekan, azizlar. Bilmabman, uzr. Men bor. Bekar svet o'chirishdingda. Bekar o'chirishdingda. Qorong'ulikdan qo'rqasanmi dedi. Bu yerda men o'xshatmoqchi emasman, o'zim mard ko'rsatib, lekin qorong'ulikdan qo'rqmayman. Ammo tim qorong'u bo'lsa qo'rqaman. Lekin qo'rqmayman. Qo'rqmayman, nima deysan? Qo'rqaman. Qo'rqdim. Bo'ldi. Qo'rqaman ekan. Ya qo'rqmayman. Qo'rqmayman. Asha ishni ochaman nima bo'lsa ham. Hech kim yo'q ekan. Qo'rqmayman qorong'ulikdan. Hozir kecha solyapman bu videoda lekin. Qisqa vaqtga debdi bizni svetlarimiz o'chib qoldi. Qorong'ulikdan qo'rqmaysan deb turib, jab bunchalik o'chirib yuborish jinday haliginnaqa emasmi? Nomardlik bo'lmaydimi? Mana svet bor-ku, mana svet bor-ku, nima bu xonada yo'q? Agar mana svetni mana 3 tadan bittasini o'chirsanglar, hatto bittasini o'chirsanglar, shuni o'rtaga qo'yib bersanglar, men maza qilib yurmaymanmi? Tavakkal, duxtu berma, davay. Takkansa boraman bu o'yin. Nima deyapsan sen? Ro o'ynayapti mana o'yinda.